Assalomu alaykum hammaga. Bugun men o'zimni eng yaxshi ko'rgan siviritkamdan bittasini obzor qilmoqchiman. Prosta eng zo'r siviritkalardan bittasi. Srazu уже 2-3 kapla surib, yaxshilab buni yuzinglarga surib, anaqa qilsanglar, уже srazu effektini sezasizlar. Bu yerda men уже испачкалась я откуда-то. Mayli, kameraga qarab surolmadim. O'shaning uchun oynaga qarab surishga qaror qildim. Уже mana srazu surgandan keyin уже srazu чувствовать qilasizlar то, что уже kojanglar увлажнять qilib, yumshoq bo'lib qolganiga. Men to'g'risi ko'p siviritkalar ishlatib ko'rganman, но eng menga yoqqan siviritkalardan bittasi bu shu siviritka bo'ladi. Прям уже kojamga yaxshi tushib, mana уже effektini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kojam yaltirashni boshladi. Наличиеda bor, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bye.